Xushxabar, oyliklar va nafaqalar 10% ga oshiriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna va like tugmachasini bosib, videoni oxirigacha ko'rishni unutmang. O'zbekistonda ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar 10% ga oshiriladi. Bu haqda bugun 3-iyun kuni O'zbekiston bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov Oliy Majlis Qonunchilik palatasida chiqishida ma'lum qildi. Ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalar 10% ga oshiriladi. Prezidentning byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni 10% ga, ya'ni inflyatsiyadan past bo'lmagan darajaga oshirishga doir farmon imzolandi. Bosh vazir o'rinbosari, iqtisodiyot va moliya vaziri Jamshid Qo'chqorov Qonunchilik palatasidagi hisobotida mazkur hujjat yaqin soatlarda e'lon qilinishi ma'lum qildi. Uning aytishicha, kecha 2-iyun kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya, nafaqa va stipendiyalarni 10% ga, ya'ni inflyatsiyadan past bo'lmagan darajaga oshirishga farmonni imzolagan. Farmonga muvofiq 2025-yil 1-iyuldan boshlab pensiyalar, nafaqalar hamda kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqalari va moddiy yordam to'lovlari 10% ga oshiriladi. Yoshga doir eng kam pensiya 918 ming so'm. Nogironlik pensiyasi 1 ming so'mni tashkil etadi. Kam ta'minlangan oilalarga bolalar nafaqasining har oylik miqdori 3 yoshgacha bo'lgan bitta kichik farzandi uchun 360 ming so'm, 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan bitta farzandi uchun 275 ming so'm, oilaning ikkinchi farzandi uchun qo'shimcha 165 ming so'm, oilaning 3-chi va undan keyingi har bir farzandi uchun qo'shimcha 110 ming so'm. Kam ta'minlangan oilalar uchun moddiy yordamning oylik miqdori 420 ming so'm etib belgilandi. Shuningdek, 2025-yil 1-avgustdan boshlab byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi va stipendiyalar miqdori ham 10% ga oshirilishi belgilandi. Ya'ni mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori amaldagi 1 155 ming so'mdan 1 271 ming so'mga oshirildi. Mazkur chora-tadbirlarni amalga oshirish uchun talab etiladigan mablag'lar davlat byudjeti hamda pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi. Bundan tashqari, xususiy sektorda ishlovchi fuqarolarimizning ham to'lov qobiliyatlarini rag'batlantirish uchun ish beruvchilarga ish haqqi miqdorini mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridan kam bo'lmagan miqdorlarda to'lash tavsiya etilmoqda. MDH Davlatlari statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan qiyosiy ma'lumotlarga ko'ra, o'tgan yilning sentyabr oyida Qozog'iston Respublikasida o'rtacha nominal ish haqi 817,2 dollarni tashkil etgan. Bu O'zbekiston 437,8 dollar yoki Qirg'iziston 411,2 AQSh dollaridagidan deyarli 2 barobar ko'p. Tojikiston Qozog'istonda ancha orqada qoldi. Ish haqi 3,4 barobar kam, 242,8 AQSh dollari. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Xabardor bo'ling, kanali bilan qoling. Eng so'nggi va dolzarb yangiliklar bizning kanalimizda.